Yoshlari 50 da, tishlari birin-ketin to'kilishni boshladi. Bu qarichilik alomatimi degan savol kelibdi. Aslida bu yoshda tishlarni o'z-o'zidan to'kilib ketishi normal holat emas. Bu ko'pincha o'zimiz sezmasdan yoki bo'lmasam e'tibor bermasdan kelgan uzoq yillik jarayonlar natijasidir. Yallig'lanish, oxirigacha davolanmagan kanallar, eski plombalar yoki bo'lmasam muddati o'tgan koronkalar, bular hammasi birin-ketin sezilmasdan tishlardan ayrilishga sabab bo'ladi. Bu esa noto'g'ri yuklama taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Natijada esa og'iz bo'shlig'ida juda katta o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bizda negadir tish og'rib qolsa lidokain bosadi yoki bo'lmasam kismok tiqib qo'yadimi, yana nimalarni o'ylab topishadi internetdan ko'rib, lekin bularni aslida hammasi tishlarni ma'lum bir vaqtdan keyin yo'qotilishiga sababchi bo'ladi. Misol uchun implantdan hamma qo'rqadi yoki bo'lmasam qimmat deyishadi, lekin aslida bunga bemorlarning o'zlari sababchi. Shu sababdan vaqtida tekshiruvdan o'tish, kasallikni oldini olish davolashdan ko'ra ancha arzonga tushadi. Sizni bu borada fikringiz qanaqa yoki shunga o'xshagan qiziqarli savollaringiz bo'lsa, yozib qoldiring, albatta javob beraman. Aytgancha obuna bo'lish esdan chiqmasin.